Qolmaganda oyingizni qo'shnilarning uyiga chiqib nonga pul so'rashini ko'rganingizdan keyin undan ortiq motivatsiya yo'qda. Misol uchun, действительно oddiy non nechi pul turadi shu payt? 175 so'm turarmidi? Uzoq borsa mayli 2 so'm. Shu pul uyda endi tasavvur qiling, uyda shu pul yo'q даже. Nonga, ikkita bolani boqishga pul yo'q. O'sha paytda уже miyada bo'lganda, demak, men erkak kishiman. Men kelajakda meni oilam bunaqa sharoitga tushib qolmasligi uchun men ishlashim kerak. Demak, men oyim hozirgi qiynalayotganlarga ham rohatini olib kelib berishim kerak degan narsa yoshlikdan. Men nimaga u paytda ko'p narsa qolib ketadi, hali kichkina bolasida. Qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Chunki oy sizni ko'chaga nimadir pishirib sotishga ham chiqazib yubormaydi-da. O'qigin deydi shu payt. O'qigan, sen ishlama, sen yaxshi o'qi, repetitorlarga pul topib keladi. Oyingiz qayerdandir qarz olib. Lekin siz hayolingiz boshqa joyda o'zi. Siz o'zi 7 yosh, 8 yosh bolalarning fikri emasda o'zi sizda o'zi 12 bo'lib ketadi birdaniga. Har yili 2-3 yil qo'shilib ketaveradi. O'zi siz 14 yoshligingizda 20 yoshli bolalarga fikrlab qolasiz. Do'stlar, men hozir klubga borgandan ko'ra yoki bolalar bilan qat'iyadir borgandan ko'ra shu pulni yig'ib qo'ysam, uyda yetishmovchilik bo'lib qolgan kuni men shu pulni berib tura olaman. Qishda etik kerak bo'lib qolsa, shu pulni chiqaza olaman. Oyimga kurtka kerak bo'lsa, opamga qanaqadir narsa olib berish kerak bo'lib qolsa, shu pulni qo'ya olaman. Chim men antga borib kayf qilib kelganimdan yoki bo'lmasam mazza trenirovkaga ham o'zimga pul ayaganman. Trenirovka qilgim kelgan, lekin u ham misol uchun shu payt 30 ming, 40 ming oyiga. Katta pul yeydi demanga. Oyimga kurtka